Toza suyak so'raganlarga. Sut ko'pida. Zo'r qilib qo'yib bering, otingga rahmat kommentariy yozsin. Bo'ldi. 23 bo'ldi, ketdi. Yana 500 o'tib berasiz. Yoki 23 zo'r qilib 1 million tanga. 22 ga xarid o'tib berasiz. Bo'ldi. Ola qora 3 boshlilaridan. Mana qarang, gaz uzunidan. O'zingiz mashinangiz bor-da, bar dastlabki yengilroq tushadi, o'shaning hisobini obunachaga o'tib bering. Dastlabki o'zingizlarligi uchun. Turbuchali, qarang sigir. Korobkalari, sutlari ko'plaridan. Yana 3 boshlilardan, yonida bola, qornida bola, qora shahzodalari. Bola qarang. Zo'r beribdi. Ko'z tegmasin. Hamma yo'g'i bo'ladi. Bolasi Novvoz shved paruda, ona bolasi sigilarimizdan. Joning sog' bo'lsin. Mana shu bolachaning mehnat arsa bittadan layakli bo'lsanglar. Sigiri vazlat sho'g' beryapti. Qancha to'lib qoldi? Qarang sutini. Qarang. Chap qo'ldan yuvoshligini ko'ryapsizmi, qarang. Assalomu alaykum. Sizlar YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Sizlarga 2026-yilda birinchi kundan suti ko'p, puli arzon, ona bola ro'zg'or bobsigilarni ko'rsatishni boshladik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani qalin po'stini. Quvani Qo'rg'onchasi. Doston akamizning xonadonlari. Hurmatli obunachilar, mana sigilarga qaranglar, bir-biridan zo'r ona bola yaxshi. Pulim ozroq, suti ko'p bo'lsin, bolasi buqa, bolasi xonajin bo'lsin, menga yengilroq sigir topib beradigan obunachilarimiz ko'p edi. Shularga maxsus bo'ladi. Yangi tuqqanlardan ham bor ekan. Akalar bunchalik sigirlarni topib, to'plashim oson emas. Mehnatlar arisa bir donadan laykni bosib ketinglar. Inshaalloh biz siz uchun mehnat qilamiz. Narxlarni talashib tortib tushirishga harakat qilamiz. Sizlar padishkada bo'laverasiz inshaalloh. Shu safar zo'r qilib padishka qilib bersak, yana bundan arzonlarni taqdim etaveramiz. Va bizni ko'rayotgan joy ekrandagi podpisatsiya yoki o'z bitasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar doimo esingiz bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Doston aka. Assalomu alaykum. Hormang. Jasur aka keling. Salomlar aka. Tuzimsiz aka, tuzimsiz. Xudoga shukr. Obunachilarga aka 2026 ga o'tib oldi aka, birinchi kechasiga nima niyati bo'lsa aka, niyati ushalar 26 da aka. 25 da bo'lmay qolgan niyatlarni amalga oshirib aka. Zo'r bo'lib o'ylagan niyatimga to'sin aka, obunachilarga aka mana 8 ta mol qo'ydim aka. Yana molxonada 5 ta mol bor. Olsanglar. Birinchi kundan hozir uyda bekor o'tganda tassillatib olsin aka, mendan baraka topadi aka. Xudo xolasa bo'g'oz desa bo'g'ozidan, gumonsa gumonidan, yonidasa yonidagisidan hammasidan bor aka, xudo xolasa. Aloqaga chiqishura chiroyli qilib narxlarni keltirib aka. Eng qizig'i o'zim olib borib beraman aka uygacha. Tasavvurkasi o'zingizdan. Xo'p, akam, mollaringiz yedi-ichi sog'ligi. Aka 100% garantiya, yeyishiga, ichishiga, yotsa bachadon chiqib, o'zini o'zi emmaslik, to'g'ri yilini ishlashiga garantiyasi bor aka. Xo'p, bo'ladi. Bitta yetalab boshlayveramiz. Aka boshlayveramiz. Qayerdan boshlaylik? Jasur aka ayting. Xo'jalik bobidan boshlaylik. Sekin ko'tarib bo'ladi. Aka mana. Xo'p, bo'ladi. Sigirdan? Sigirdan boshlaylik. Bismillah deb video roligimiz boshlandi. Birinchi ona bola sigirimizdan boshladik. Hurmatli akalar, bolasi chaqqona. Sigirlar ko'pda. Bitta qo'yib yuboring, bola. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Ana bolasi. Hajjoni bor. O'ynashlar qaranglar. Yetadi imkon. Mana, oyoq qo'llar hurmatli obunachilar. Yaxshi. Bu to'xtatavering. Yetadi. Hop, qoziqlari 4 joyda. Doston aka, nechinchi qorin? 3-chi aka. 3-chi qorin. Bolasi xonadi. Mana sigirimiz. 4-chi bolaga. 3-chi, 4-chiga ham hisoblashamiz. 3 yotuv. Tishlari zo'rmi? Tishlari but-butun aka. But-butun. Bolasi zo'r ekan, dadir. Kattagina. Bola xonajincha. Nechtaga sut olyapsiz Doston aka hozir? Realni. 8 litr suti bor. 8 taga uyalmaymiz. Uyalmaymiz, bexijolat. Bexijolat. Bo'lari 1.25 plus. O'rtamon, lekin hosili yaxshi ekan. Hosili yaxshi ekan. Ro'zg'or bor. Ro'zg'or bor. Puli ham yengil aka. Qancha qo'yib berasiz? 24 million dastlabkasi vodiy bo'ladi aka. Pochinaga qarang, siz bilan birinchi videomiz, inshaalloh Alloh bardavom qilsin. Yanada xalqimizga shu sigirlar yetkazib davom etaveraylik. Zo'r qilib qo'yib bering, otingga rahmat, kommentariy yozsin. Bo'ldi. 23 bo'ldi, ketdi. Yana 500 o'tib berasiz. Yoki 23 zo'r qilib 1 million tanga. 22 ga xarid o'tib berasiz. Bo'ldi. Bor aka. Hurmatli obunachilar, 22,5 million so'mga kam bor deyiladigan sigirimiz mana yaxshi holatda, sifati ham zo'r. Aloqa ochib qo'rasan inshaalloh qiziqqaniga sotamiz. Ola qora chiroylilardan boshladik. Bolani qarang, qizil ola zo'r beribdi. Ammo lekin tekizligi ham tekizmol ekan. Hurmatli obunachilar. Adashmasam birinchi qoringa bo'lsa kerak.
Do'stlarga qanish. Keling. Bo'ldi, to'xtatavering. Mana aziz zo'r. Bolasini oldiga olib o'ting. Olib o'ting oldiga. Jasur aka, akaga ro'zg'or bo'libdi aka. Aha. Sulari ham hamma yo'q joyida chiroyli yosh mol aka. Aha. Hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar. Bir qadam olg'a qilinglar, sonlarni ko'rsataylik. Ha, qozoqlar uzun-uzun to'rjo'da ekan. Maza qilib yuvosh. Mana bu. Zo'r. Tekizdagi tekiz ekan. Mana hurmatli obunachilar. Sigir chiroyli sigir ekan, ko'rsa emas. Bo'lar shu 1.25 yon beradi. Ammo lekin urmay qo'ysa tekis surar ekan, tekis mol ekan. Mollarni ham yaxshi ichib ketdi, qoni yo'q, orqalari toza. Odam tanlamaydi. Ba'zidan ham maza qiladi. Qolgan odam maza qiladi. Polvon aka, nechta sutga berasiz? Aka 10 ta sutga beradi. 10 ta sutga. Bolasi 10 ajincha. Bolasi 10. Ha. Narxi nechi pul? Aka narxi 28,5 million vodiy bo'lar aka. Yopishiring. Aka yopishtiraman. 27,5 million ketdi vodiy bo'lar. Yana 530 ketdik. 20 ga o'tib berasiz. Bu g'ol bar aka. Hali o'tib berib 200 300 ming 400 500 bas. Dadil o'tib berasiz. Telefon qilsa chiroyli qilib beraman. Ishqivoziga Ishqivoziga chiroyli qilib keltirib qo'yaraman aka. hop bular. Hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar. Yaxshi, bolachasi ham chiroyli bola bergan. Mana ham bola zo'r ekan. Birinchi qorin deysiz-a buni? Birmidi? Ikkinchi qorin. Hop, bitta shatta tushini ko'rsataylik. Shatta ko'rsataylik. Shuni ko'rdingizmi? Yaxshi. Maza qiladi. Mana hurmatli aka, olti kurak aka. Ishlar lapakka aka. Xudo xolasa bizda hammasi tishi zo'r, Jasur aka. Navbatdagi molimiz, hurmatli obunachilar, bolasi kattagina bo'lib qolsin deganlarga. Mana qaranglar, bolasi onasiga yetib qolibdi-yu. Joni sog' bo'lgan. Mana bu. Oq elim, oq tusamdan so'ragan ekan. Kengligi va 4 burchak mol. Kvadrat ekan. Bolasi ham yonida. Hurmatli akalar, mana. O'zichani ham qaranglar, yaxshi o'zicha beribdi. Hop, biroz surka ekan-a, sal oldiga. Ana. Joni sog'. Jasur aka buni 1,5 oylik gumonasi bor. Ha, qo'yib qo'yilgan ekan. Qo'yib qo'yilgan, dehqon qo'yib qo'ygan 1,5 oylik gumonasi bor aka. Finali gumon. Bo'g'ozsam demayman, bo'g'ozmasam demayman. Chiqsa baxti. Chiqsa baxti aka. Peshana. Peshanasi bolasi katta bo'lib qolgan aka. Nechinchi qorin? Suti bor aka. Uchinchisi bu ya. Uchinchisiga. Qozoqlar akalar. Qozoqlari ham addenaga sutlari aktiv. Hop, nechta sutga berasiz hozir? Bexizolat beraveradi. Yaxshi, 8 taga. Zo'r. Mana u ham o'sib qolganda, katta bo'lgan hazırlagan hali erta bahordan chiroyli g'unajin bo'ladi. Chiroyli g'unajin bo'lib qoladi aka, bahorda xudo xolasa. Qochib qo'yganlar keyin safar ena bolani qo'shib qo'yaradi. Xudo xolasa. Hop. Qancha deyapsiz? Masalan 26 million. Yaxshi, yomon emas. O'ziga o'sha bitta polvon gapiringchi. Aka 500 million, 1 million, 25 millionga vodiy bo'ylab dastlabkasi bor ketdi. Bor aka. Borlar aka. Yana telefon qilsa, chiroyli qilib beraman aka, xudo xolasa. savdosi bor, ha? Ha, o'tib beraman aka, o'tib beraman. Bonusiga arg'amsi ham bonus yo'l kirasi. Ha. Arg'amsini olib qolmayman, obunachilarimizga berib yuboraman aka. Xudo xolasa, xudo xolasa bilan yana bardavom bo'lsin. Keyingi videogacha ko'pchilik olasa mana YouTube o'yin qilaman, molingiz ko'p ekan. Xayr ehsoni bor-da mana sana. Aka, ayleson. Mana shu video ostida, qarang, shu video ostida 8 ta molingiz bo'lgan 500 ta like qilsa, 1 million so'm kommentariyada aniqlaymiz, biz podpishka qiladigan insonlarga beramiz. Bo'ldi aka. Hisobni? Hisobga ketdi. Ha, bo'ladi. 1 million so'm bonusi bor aka. Ne gap yo'q. Hurmatli obunachilar, telefon qilib olasizlar. Rosa dehqon mollar, men aytdim video boshida xo'jalik bor, ro'zg'or bor, puli yengil, lekin pulga pul qo'shtiraman degan insonlarga. Mana shu mollar ertaga bolasi kattaroq bo'lsa, qorni chiqib qolsa, qornagi ham o'sha 5-6 oylik bo'lsa, o'sha pul bo'ladi mana. Buni bepulga qoladi. Narsa o'zi 2 oylik qolsa, bolasi bepulga qoladi. O'shanaqa, hurmatli akalar, telefon qilib olasizlar. Yangi yilga 2026 ga aka narxlarni bomba qilib, arzon qilib qo'yapman aka. Xudo xolasa hatto bozorda ham pul bo'laveradi aka, narxini. Chiroyli qilib beraman. Mannol rahmat aytib, laglar bosib qo'ysin aka. Shunisi o'zi yetadi aka. Duo qilib qo'ysa bo'ldi aka. Kelaman kuraklar, 8 kurak yaxshi holatda. Sizlar bir shunday ochib yuboraylik bo'lmasa? Ha, Jasur aka, ko'pchilik ochmayapti-da, anaqa ekan deb o'ylashmasa aka. Baho beraveradi, ishga qarab. Video boshqa. Ha, bu ham 8 ta ola qol. Qoravoyimiz bor ekan, bu ham 8 ta. Ha, mollar seroq. Mana turbicha mol ekan-a. Keyingisi ham yaxshi 8 ta ekan, qorasi. Qorasi yerimiz.
Bo'g'oz. Bo'g'oz yana. Shvedlar bor ekan. Ikkinchi bolasi bo'g'oz. Hop, yaxshi. 8-ga yetkazyapti. Keyingi bolasini ovoz. Ha, bu ham 8 ekan. Xo'p, bo'ladi. Mana kurallar ko'rdingiz. Biz yana davom etaveramiz. Ola qora 3 boshlilaridan. Mana qarang. Gaz uzunidan. Kengiligiga qarang bolani. Ketdik. Aka buni uzuylarigacha bor aka. Aha. Bexijolat. Tekshirib qo'ydingiz. Garantiyasi hamma yo'qni beramiz aka. Ha, bo'ladi. Bu chiroyli mol ekan. Chiroyli aka, ro'zg'or bo'lib. Yaxshi mol. Tutamlari ham to'g'ri joyda. Gap yo'q. Hop, bu nechinchi yonidagi? Uchinchisi aka, yonida. Yonidagi 3-si. Qonida 4-chi bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 3,5 oylik bo'g'oz. Bo'g'oz. Uzuylarigacha hamma yo'g'i bor ekan, xudo xolasa. Yaxshi mol ekan. Yaxshi chiroyli. Bo'lari ham o'rta. 4 soniga yaxshi, bola ham zo'r churibdi. Bola ham chiroyli. Hasan aka nechi pul? Dastlabki 30 million. Kami bor? Suvdalar cho'ra qo'ymas aka. Chiroyli kamko'sini qilib zo'r pul beradi. 28 ga o'tib bera olmaysizmi? Dangalga. Ha. 28 va 29 million so'm yog'di bo'ylab ketdi aka. Arra bo'lmasa. Obunachilarga o'tib beraman aka, o'zi 29 yaxshi. 500 so'radi. Anaqa qilib bersa, obunachi menga o'tib bermaydi. Xayri bor 500. 29 telefon qilsa chiroyli qilib beraman aka. 500 xayri bor. 28,5 ketdi. Bor aka. 28,5 millionga aka, vodiy bo'ylab ketdi. Men nimaga so'rayapman? Qarang. O'zingiz mashinangiz bor-da, bar dastlabki yengilroq tushadi, o'shaning hisobini obunachiga o'tib bering. Dastlabki o'zingizlarligi uchun. Chiroyli qilib beraman. 28,5 million ketdi aka. Ha, bo'ladi. Gapingiz yerda qolmaydi aka, xudo xolasa. Akalar aloqa qilib qolasizlar, mana mol. Yaxshi mol so'raganlarga tashlab qolamiz. Chiroyli mol ekan. Mana turbuchali, qarang sigiri. Korobkalari, sushlari ko'plaridan. Mana ko'ziga o'xshagan bir xil bola tushirib qo'yibdi-yu, ha. Oyoq qo'lini yaxshilab ko'rib olaylik, ro'mollar akalar, opalar. Mana sigirimiz. Jasuraga sutlari ham zo'r. Aha. Sutlari ham zo'r. Necha chiqarin? 8 ta. 3-qoringa 8 kurak. Bolasi nima ekan? Qo'najin aka. Bolasi 10-chi, 8 kurak, yaxshi. Zo'r. 10 taga beraveramiz, bexijolat aka. Yaxshi. Bola ham zo'r beribdi. Bolasi ham zo'r. Aylangan, yedishlarini ham. Hurmatli akalar. Qora boyimiz. Qancha deyapsiz? Aka, o'z qimmat emas. Arzon. Ha? 27 million ketdi aka, vodiy bo'ylab. 27 millionga. 27 million vodiy bo'ylab ketdi. Zo'r. Nima aytilgani yo'q, narxlar yaxshi aytilyapti. Akalar sutlari ham ko'p. 5 ta 6 ta basa sutlar ko'p-da. Aka, bexijolat sutlashaveradi. O'sha 5 ta 6 ta bo'lganda ham bir 24 desangiz bo'laverardi. 10 taga bexijolat sutlashaveradi. Kamini tushirib berasizmi? Aka, o'z arzon qo'y, maqsad sotish. 26 million ketdi aka, vodiy bo'ylab. Ha, bo'ladi. Telefon qilishaversin. Telefon qilishur, ya'ni chiroyli qilib. Yana 3 boshlilardan, yonida bola, qornida bola, qora shahzodalar. Bolalari zo'r beribdi. Ko'z tegmasin. Hamma yo'g'i bor. Aha. Mashinadan tushirmasdan doktor bilan kutib olsa ham bo'laveradi aka. Ha, bo'ladi. Oling bo'ladi bolasi. Oling. Ana yonida tursin, molasi. Molam pitirlanmaydi. Mana sigirimiz. Hurmatli bo'lsa yaxshi holatda, bolasi ham dadil, kattagina bo'lib qolgan. Necha oylik bor bolasi? Aka 2,5 oylik uzisi bor. Mana 3-4 oylik bor. 3-4 oylik bor. Uzunroq o'shayda, uzunroq o'shay. Uzunroq o'shay bola. Yaxshi bor, 40 da qochadigan mollardan aka bu mollar. Xo'jalik bor. Suti ham 10 litr suti bor aka. Hurmatli akalar, mana shunaqa o'zim ham sigirim bor. Endi shu tipda bitta bolasi yonida, ikkinchisi tushirgan, uchinchisiga yana bo'g'ozda. Uchinchisi uyimda turibdi deylik, deyarli. Mana doktorga o'zi chaqirib bo'g'oz chiqdi-da, 1,5 oylik degan hozir bunga ham 2,5 oylik bo'lib qoldi. Hali yilda bola beradigan sigirlar, hali puliga pul qo'shtiradi. To'ylariga ham qanaqadir zo'r. Yaxshi kunlarga yaraydi-da, bolasini sotsa onasi turaveradi. Hali odamlar qochirolmay yuradi. Buni 40 ichida qochib beradigan mollardan. Mana, hurmatli akalar, ko'ryapsiz. Xo'p. Qancha deyapsiz? Aka 31 million ketdi. Tushirasiz. 3 boshli ekani 30 million ketdi, Jasur aka 30 million. bitta o'ziga o'sha yangi ro'zg'orga chiqqanlarga bitta tushirib bering. 30 million yaxshi qo'ydim aka. Yomon emas. 29,5 million ketdi aka mana. Bor aka.
10 litr sutiga 2,5 oy uzilsiga aka javob. Akalar, Yem ichishi tanish. mana endi men aytaveraman, qarang. Yaxshi narx bo'ldi. Endi avvalo har kimning o'zining fikri bor. Yaxshi narx bo'ldi. Ko'raveringlar-da, xudo xolasa, yanada tushirib berish xizmati bor. Bu aytgan narxlar magazin narxi emas, kami sizlardan. 1 so'mlik joy bo'lsa so'rang, kelishining tushirtiring. Olib bortirib beramiz, xudo xolasa. Qizig'imi o'zimiz dastavka qilib beramiz. Mollar qarang, joning hisobiga, chiroyli mol ekan. Pullari arzon joydan sizlarga taqdim etamiz. Bolasi Novvosh shved paruda, ona bolasigilarimizdan. Joning sog' bo'lsin. Rangi ham, to'ni ham chiroyli sizdan. Keldi, shvetslarga keldi bo'lyapti aka. Mana sizga. Kimligini ham qarang, hali tushgan yo'q bolasi. Bola qarab beribdi-ya, rossiyskilardan qochgan ekanda jonivor. Bolasi ham chiroyli aka. O'zi ham yaxshi bola ekan. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, bola buqa. Bola bu 10 ta suti bor ekan. 10 ta sutga. 10 ta sutga. 10 litr sutga. Tay, shuni narxini zo'r qo'yib bering. Bo'lmaydi. Bolasi novosidan qimmatdan qo'ymayman aka. O'sha aytmaydi, unaqa narxlar. 28 million ketdi vodiy bo'yi. Yaxshi. Tamom emas. Bugun o'zi aka yangi uyga yangi narxlar qilib arzon qilib qo'yamiz aka. Hali yangilarga narxlar ko'tarilarmikan, tusharmikan degan obunachilar bor-da endi. Men tushirib beraman aka. Narxlar tushirib berasiz. Aka men mendan mol oladi, molim tepsa, ustsa yosh bolasini qo'yib olasiz, borib so'qadi, qalta aytmaydi aka. Yomon mol olmayman men. Molimga garantiyasini beraman aka. Ha, bo'ladi. Hurmatli obunachi, aloqa so'rasizlar. Kimga shunaqa yaxshi ona bolasigilar kerak bo'lsa, nomerlar ekranda bor. Dastur aka, toza svet so'raganlarga sut ko'pida. Molni juda. Bola qarang. Zo'r bola beribdi. Chiroyli. Sifati o'zi bilan. Bolasi nima ekan aka? Bolasi xonachi aka, 10 kunlik o'lyapti bolasi. Bolani berib qo'ygan qarang aka. Qarang. Katta bola aka. aka. Bolasi 10 kunlik. Qalab bo'lyapti aka. Yanami? Yana. Yemishi zo'r bo'lsa, qochadi, teta qochadi. Aka, bizda aytaman-ku, 40 ichida qochadigan mol hamma xudo qoladi. Bexijolat. Ne gap yo'q. Molda aka, nima qo'ni qo'shishga hamma tavsiya qilaverasiz aka. Bo'lsa molni nima aybi yo'q. Yaxshi. Nechta sutga dedingiz? 15 ta suti bor aka. 15 ta suti bor. 13 taga bexijolat sinash olarsiz. Har yo'liga aka. Ha, bo'ladi. Bo'ylari ham aka 1.37. O'sha 1.35 plus 1.40 yil demoqchi edim. Ha, 1.40, 1.35 plyusiga beraveradi aka. Oq tumshuq sariqquloq shvedlardan. Tozasidan, qo'ng'iradan. Nech bilyapsiz? 36 million vodiy bo'ylab ketdi aka. Ha, kelishiring biz obunachilarga. Tushirtiring. Aka, 35 million ketdi. Savdosi bor. Mayda judosi yo'q. Ha, bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'ringlarchi, yaxshi mol ekan. Suyaklari buzuq, bolasi. Dadil o'ziga o'xshagan shved toza beribdi. Hozir shved bor. Mana. Aka 5 yashar qizcha ham bor so'g'ira, qiltakmi. Yaxshi mol ekan. Bittasi yetalingchi, ketdi. Oyoqlarni ko'rishsinchi, hurmatli akalar. Xaltalari yaxshi. Telefon qilaverasizlar. Ish qog'ozlari o'ta aloqachi ko'ring inshaalloh. Kamaytirib olasizlardan. Mol yaxshi katta mol ekan. Hidra jarayonlari boshlandi. Aloqa orasiga kiramiz. Undan keyingisiga kiramiz. Ha. Bu birinchi chiqqan, hali ikkinchi chiqqan sigirma dedi. Ko'rsin. Akalar yengil yoshlikni ko'rsatamiz. Borgandan keyin shoxini uchidan dumini uchiga tekshirib olaverasizlar. Zo'rasini chiqishi. Ha. Keyingi olamiz. Ha. Oldi ikkitasi so'ngchi. Yaxshi yumshoqligi zo'r ekan. Shu yosh bola ko'rsatyapsiz, ham borib hozir jim turaveradi. Zo'r. Kelavering. Narigina. Ashlar. Keyingi sigirlarimiz yedirilyapti. Olova qora sigirlarimiz. Mana bu bo'g'ozida, bu gumoni bor. Ha. İyi vardı Nargis. Zo'r ekan. Mana shu bolachani mehnat arsa bittadan layik deb olsanglar,
Sigiri vazlar savol beryapti. Narigilar. Güzel. Hop. Kelavering. To'lib qoldi. Qarayapsa to'lib qoldi. Qarang ustini. Qarang. Chap qo'lda ham yuvoshligini ko'ryapsizmi? Qarang. Вообще mana. Qo'lingiz tegsa mana hozir yuvosh. Kelavering. Keling ukasi. Keling. Da, ko'rsating yusiga. Ha. Qarang. Zo'r. Hop, navbatdagi sigirimiz yediryapti. Akalar, sigirimizdan yedirilyapti. Onasi ham bolasi ham bir xil ekan bular. Aka buni kuyoylari ham boshqachada Jasuraga sog' olisham bor. Lakshani o'zi yutsam mana. Yenini ham yumshoq ekan, qarang. Teshiklari ham katta-katta, Jasur. Qo'lingiz sovuq va. Bu ham chap qo'lda ham pesib o'rgan, qarang mana. Qo'lingiz Zo'r. Kelavering. Keyingi sigirimiz yedirilyapti. oz kelsa yumshab ketadi. Olavering xonasi. Odam tanlamaydi. Mana bitta sog'ib berdi, shu molni, maylimi? Ha? Nima deysiz? Mana paqir turibdi. Qarang. Yaxshi yuvosh mol ekan, saqish og'zida. Qo'shni chaqirib qolsa ham chiqib ketaveradi. Faqirda qo'yib. Ey mola. Mana ko'rib ham chiqadi. Mazza. Ha, kelavering. Zo'r. Keling. Bitta sutlarni ko'rsa, aylantirib bering sutni. Mana sutlar. Suti ham. Shved sigirimiz yedirilyapti, hurmatli obunachilar. Nagisini yuvardı. Zo'r ekan. Kelavering. Aslan. Qalay ekan, yaxshimi? Keyingilar. Nari orqadagilarni ham sog'ing. Aka, obunachilarimiz bemalol shu 3-chi mol olmayman, tepeli mol olmayman. Shu gapimni saqlatib qo'ysam bo'laveradi, aka. Xudo xolasa mendan oladi, aka, yuvoshligiga, sog'lig'iga hamma garantiyasi bor. Bir hafta xolaga yo'l sinab olaveradi, aka. Ha, bo'ladi. Telefon qilishaversin, ha? Telefon qilishaversin, chiroyli qilib qo'yaraman, aka. Rahmat.